Salom, bugun benim qanaqa dam olishim o'tdi. Biz amakini uyda yig'ildik. Va amaki bizani Shinorkentga olib ketdi. Aka keldi amaba. Keyin biz ketdik. Birga ketdik. Amaki mashinani tez haydadi. Keyin Shinorkentga tez haydab ketdik. Shinorkentga yetib bordik. Nihoyat yetib keldik. Ozgina qoldim soch ko'rinishi, ozgina pirojki oldik. Salom, Madina. Manam bordim Chinorkentga. Bu Diyora opam. Endi biz kanatga chiqib ketdik. Tog'i tepasiga chiqib keldik. Keyin biz balandligiga ozgina qo'rqib ketdik. Chunki tog'i tepasiga chiqib boshladik. Mana kirili qanaqa balonga chiqib ketyapmiz. Men qo'rqmadim, chunki men kuchli o'g'il bolaman. Men esa qo'rqdim. Yomon qo'rqib ketdim-de, mana shu joylarda baqirgim keldi. Keyin shu yerda raqsga chiqib tushdim. Men ham raqs o'ynashim. Keyin menga adam katta chupa-chup soldi. Tepada haydayotgani, velosipedda haydayotgani qo'rqib ketdik. Bu kanatga kirib tushmaydimi? Nihoyat tepaga chiqib mazza qilib o'ynadik. Ham bu yerda hayvonlar bor ekan. Adam menga ikkalamizga katta chupa-chups olib berdi. Aytmoqchi bo'yicha Saliha mani opam. Keyin biz Xadija amma keldi. Bular salomlashdik. Bu ikki ota. Bu Madina opam o'rtog'i. Xadija kelganida yana qiziqarli bo'ldim. Mazza qilib o'ynaydi Xadija bilan. Aka bilan ko'rishdi Xadija. Basga tushib shashlik yedik, chunki bizani qoldimiz rosa oshib ketdi. Keyin uyga qarab yo'lga bordik uyimizga. Amaki mashinani tez haydab bordi, tez uyga yetib oldik. Xayr, hammaga bo'pti.